Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz juda ham dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Xitoy O'zbekistonni bosib olyaptimi? So'nggi paytlarda internetda turli mish-mishlar tarqalmoqda. Kimdir bu jarayonni tahdid deb biladi, kimdir esa katta imkoniyat deb ko'radi. Bu mavzuda aniq faktlarga asoslangan tushuncha olish uchun biz bugun Aizal China Store va Aizal China Consulting kompaniyalari direktori, Xitoy bozorlari bo'yicha ekspert Zulxumor bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Taklif uchun alohida rahmat. Haqiqatdan ham bu mavzu juda ham dolzarb muhokama qilinyapti. Ayrim insonlar noto'g'ri ma'lumotlarga ishonib, noto'g'ri xulosa chiqaryapti. Aynan bugun siz bilan bu muhokamani qilamiz. Zulxumor, bugun internetda shunday gaplar yuribdi. Xitoy O'zbekistonga kirib kelyapti, barcha biznesni egallayapti. O'zbekiston iqtisodiy jihatdan Xitoyga qaram bo'lib qolyapti degan mish-mishlar yuribdi. Bu gaplar qanchalik haqiqatga yaqin? Bu mutlaqo asossiz fikr. O'zbekiston Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlik qilayotgan davlatlardan biri xolos. Xitoy bilan deyarli barcha mamlakatlar savdo qiladi. Xitoy O'zbekistonni bosib olyapti degan fikrlar mutlaqo noto'g'ri. Demak, Xitoydan ko'p mahsulot kelayotganligi sababli shunday noto'g'ri tushuncha paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, aynan shunday. Bu mutlaqo asossiz fikr. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aloqalari O'zbekiston uchun shunchaki imkoniyat xolos. Bu imkoniyatdan o'zbek tadbirkorlari unumli foydalansa, O'zbekiston iqtisodiyotida katta yuksalish bo'lishi mumkin. Yana bir mish-mish bor. Xitoy kompaniyalari O'zbekistondan yer sotib olyapti. Keyin bu yerlarga egalik qiladi degan gaplar yuribdi. Bu gaplar qanchalik haqiqat? Yo'q, bu noto'g'ri qarash. O'zbekiston hududida qonunchilikka muvofiq faqat o'zbek fuqarolarigina yer sotib olishi mumkin. Xorijiy fuqarolar esa, xorijiy kompaniyalar esa uni faqat ijaraga olib, biznesni yuritishda foydalanishi mumkin. Ma'lum bir muddat asosida. Shuning uchun ular ijaraga olayotgan yerlarni odamlar sotib olyapti deb propaganda bilan ularga nisbatan har xil qarashlar paydo bo'lyapti. Xitoydan import juda katta bo'lishi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga zarar yetkazmaydimi? Bu ham noto'g'ri qarash. O'zbekiston tadbirkorlari Xitoy bilan O'zbekistondagi raqobatda sog'lom raqobat qilishadi. Masalan, o'zbek tadbirkorlari Xitoy tadbirkorlaridan ishlab chiqarish texnikalarini, texnologiyalarini o'rganib, o'zini ishlab chiqarishni qo'llashi mumkin, sog'lom raqobat qilishi mumkin bo'ladi. Yana bir taklif, o'zbek tadbirkorlari Xitoyga ham eksport jarayonlarini yo'lga qo'yishi mumkin. Yana bir savol, shaxsan o'zimni ham shu savol qiziqtiradi. O'zbekiston Xitoyga nimani eksport qila oladi? O'zbekistonning asosiy eksport tovarlari paxta, sabzavot, meva, gaz, kimyoviy mahsulotlar va boshqa tovarlar hisoblanadi. O'zbek tadbirkorlari Xitoy tadbirkorlari bilan birgalikda biznes qilib, hozirda O'zbekistonda yaxshi daromad qilishyapti. Xitoy bilan hamkorlik qilishni o'ylayotganlarga qanday maslahat bera olasiz? Birinchidan, mish-mishlarga ishonmaslik kerak. Ikkinchidan, dunyo bozorini yaxshi o'rganib, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish kerak va albatta to'g'ri strategiya bilan yondashish kerak. Xitoy bilan tadbirkorlik qilayotgan tadbirkorlar hech qachon yutqazmaydi, faqat strategiyani to'g'ri qo'yib olish kerak. Lekin tadbirkorlar oldida doim bir savol paydo bo'ladi. Xitoylik hamkorlar bilan qanday ishlash kerak? Bu jarayon qiyin emasmi? Aynan shu sababli biz Aizal China Consulting kompaniyasini tashkil qildik. O'zbek tadbirkorlarga Xitoy bozoriga chiqishda, shartnomalar tuzishda, ishonchli import va eksport jarayonlarini tashkil qilishda, biznes safarlariga chiqishda barchasida to'liq yordam beramiz. Juda foydali xizmatlar ekan. Tadbirkorlar Xitoy bilan biznes qilishni xohlasa, Aizal China Consulting orqali barcha masalalarini professional tarzda hal qilishlari mumkin. To'g'ri, biz bilan bog'laning, Xitoy bozoriga chiqishdan boshlang va biznesingizning yangi bosqichiga olib chiqing. Biz sizga to'liq
Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring yokida biz bilan bog'laning. Keyingi solada yana ham qiziqarli mavzularni muhokama qilamiz.